Bu 300 koy pulni hech kimga ishlam bo'lmaydi. Siz qachon qarsam shunda deydi ekansiz, pul yo'qlam deydi ekansiz menga. Voy bo'ldi biz ayrılib ketdilar, maqma yo'limizga ma'lum. Hala adash. Kechda nima yesak bo'ladi adash? Xo'go yelma achchiq xo'go. Mayda achchiq xo'go yeb kelsak. Men iyada hozir mabutim saqlab qoldi. Sen misha tug'ashtiramsan, men bir bilan ko'rishib kelay. Berkan ma'qul. Misha tug'ashtir. Yaxshi ishlayapsizsiz? Ha. İşten çıkılımı yarım saat vaqt qapti. Yarım saatiga ishdan tushibman. Bunda işte qolaman, bugun kech adashlarim bilan bir tomoq yeyib qilay degan. Ashuni bir 500 koy bersangiz bo'ladimi? Ülüşken 500 koy beğendim tugitib qoldim. Ülüşken pul tugab qoldi. Hozir 500 koy pulni hech kimga ishlim bo'lmaydi ekan. Menda ma bir şeyde 300 koymaki pul qolgan emisi. Mushuni yetkizib xarjlashtiramsiz. Bu 300 koy pulni hech kimga ishlim bo'lmaydi. Kechgacha 200 koy qo'shib qilib turamiz-mi? Ma'qul, men to'liqlab aytib o'tay. Ma'qul. En seri go'shtli. Adasta u bolalarni hech alishayotamisan? Sen alishaysan, nega boyvach o'g'illar tursan? Shuni degan adash, endi Voy adash. Bu sen bu tutdingmi adash? Xafa mangla adash mashinani usib soldim. Yo'qdash hech qisi yo'q. Bu yerda yurishlar bo'lsalar, Adash shu o'qish bitirib kelib, mishada ish qurilashgan. Shuni men azroq xizmatimdan sirt bir qo'shimcha kasb bilan shug'ullanayda. Shayda mishada maktabda o'qiyotdi, shuni kelibsizlar sizlar. Shu o'qishimni oxirlashay deb qoldi. Shuni bir mishada o'zim xizmatga o'rlashqach, bir turmushida qiynalib qolmasin degan maqsadda mishada o'zim xizmatimni mishada qilyapman. Bo'pti adash, bo'pti. Qanday o'zingni cho'kib qapsilig'i matrabda uchrashib qoldik. Bu yerda bir xaridlarim borda, shunga malaka paylik kelgan. Men bu Xinjiang tibbiy zilal biyopen texnik shirkatiga vakolatchi bo'lib, hozir mening mahsulotlarni sotyapman. Shuni hozir men bir xaridlarim bir yush mosab qolmoqda, aka paylik keldim. Endi adash men qaytay boshqa ko'rishamiz. Ma'qul adash. Ma'qul adash. Voy adash, to'xtanglar. Adash, endi bu ishni qilsam maqs ekan. Maktabda o'qiganimdan ayt yaxshi o'qigan. Shunga men hozir Xinjiang tibbiy zilal biyopen texnik shirkatining mahsulotlarini sotgan. Buning bozorida ayt yaxshi, unumida ayt yaxshi mahsulot. Mani billa qilamiz ikkimiz. Adash, men qila olamanmi buni? Buni albatta qila olaysan. Maktabda ayt yaxshi o'qigan tursang, buni men qilgayda sen nima ish qilamaydi. Men toza tushunmasam adash bu mahsulotniki ishini qara. Bu adash mushu Xinjiang tibbiy zilal biyopen texnik shirkatining ishlab chiqargan hayoti urug' shaqaqil yurishdiki, bu maxsus mushu erlardagi prezent bilan maslahat mushu kasalliklarga alohida unum qildigan mahsulot ekan. Bu yaxshi bas kelyapti. Anda o'zi uqmagan yalni bir tushuntirib qilib qo'yasizmi adash, qag'inni bir sinab baqsam menma. Bilmaganlaring men o'g'itman adash, bek bilamasam shirkatning maxsus o'sha to'g'riliq yetakchi xodimlari bor. Shularni numar deb bir aloqalashib, shularni maslahat olsang bo'ldi. Emas adash, telefon numarini deb bir bilaman. 159 9904 0005. Emas adash, shu numar bilan aloqalashib, maxsus shirkatdagi maslahat birliq yetakchilar bor, shular bilan aloqalashib maslahat so'ranglar adash. Bilmagan, tushunmagan yerlar bo'lsa, mendan so'rasanglar bo'ldi. Tushuncha berdi. Qag'ini men bir tushunib baqay adash qag'a ishini. Qag'ini telefonda deyishlar agar haqiqiy ishonchlik maslahat bo'lsa adash, men qilib baqaman. Ma'qul adashamsa. Ma'qul emsa. Bu 300 koy pulni hech kimga ishlim bo'lmaydi. Kechgacha 200 koy qo'shib qilib turamizmi? Qo'shib o'tganmiz narxlarni. Sal azanroq qilib bo'lmasin ustamlikda. Ammo binachi kun to'xtab oldimmi ya?
Vay? Vay, nima qilyapsiz? Ha, hozir bozorga o'tman hozir. Ha. Men pul olsa 2 ming beramiz. Bugun kech yig'ilishim borda meningki pul lozim bo'lib qoldi. Ha, hozir yenimda yo'qdi, men bu boshqa yerda tepirayamsa. Siz qachon qarsim shunda dedi ekansiz? Pul yo'qlam dedi ekansiz menga. Voy bo'ldi biz ayrılib ketdilar, mahma yo'limizga ma'lum. Nima?